Assalomu alaykum. Aka-ukalar, yaxshimisiz? Zo'rmisiz opa-singillar? Bugungi ishlarimiz televizor bo'ldi. 32 talik shuyak televizorimiz bo'ldi. O'shani dovush chiqib, ekran qorab qolgan ekan. Mana bundacha lampochkasi kuygan ekan. O'shani biz qo'yib berdik. Nasibsa boshqa jarayonlarni qo'yib ko'rsatamiz. Mana shunaqa yorug' berib, dovush qora ekrandan qora bo'lib ko'rsatmay qolsa, u ekransini deb o'ylamaysiz. Nasibsa opkisalaringiz o'zimiz chiroyli bitkazib beramiz. Mana akamiz qanday chiqdi aka? Yaxshisi, o'zimiz bilan yonyapmiz. Daska qilmay qo'yibmiz. Kelaveramiz nasibsa. Mana bu yerlarda ekran olib qo'yibmiz nasibsa. Mana ekrandan chiroyligini olib qo'yibmiz. Kameralarni ishlab turibdi. Kimga samfur, kalongalar kerak bo'lsa, bemalol aloqada. Keyin ko'plar manzil so'rayapti yana bir bor. Manzil chiroqchi katta mashina oldi. 8 televizor onamizda.